Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Xudo xolasa bitta Fayzli xonadonimizni turbali relsimizni qo'yib berish jarayoniga keldik. Mana turbali relsimiz tayyorlanyapti hozir. Sana sun'iy qilamiz. Xudo xolasa kech bo'lishiga qaramay, mijozimizning bitishlarni bitirib berdik chiroyli qilib. Idealniy qilib qurib qo'yishgan ekan. Sizlarga gap yo'q. Yaxshi yoqqan bo'lsa bitta like beraverasizlar, cho'tki qilib qizartirib. Mana bu yerda relsli turbamiz juda go'zal bo'lib chiqdi. Xudo xolasa uyga mos bo'lib. Videoda darsi tamom bo'lib chiqdi. Xudo xolasa mana. Balandligi 575. Idealniy uyga ham ranglar juda chiroyli bo'lib chiqdi.